bunaqa moshenniklarga chora ko'riladimi yo'qmi bilmadim-u, lekin men hech kimdan qo'rqmayman. Bu mavzuni gapirishda davom etaman toki yuragim urib turguncha. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman, imенно bandalaridan. Qaranglar-da, shunaqa informatsiyalar ko'payib ketyapti. Bu 100% yolg'on. Ya'ni suyak yemirilishini davolaymiz, davolaydigan giyohimiz bor, chetdan olib kelgan dorimiz bor va hokazo. Shunga o'xshash ma'lumotlar tiqilib ketdi boru, hammasi yolg'on. Nimaga unaqa deyapman? Suyak yemirilishini asosiy davosi bu faqatgina endoprotez, ya'ni jarrohlik amaliyoti protez qo'yiladigan. Bo'ldi, boshqa davosi yo'q. Birinchi, ikkinchi darajada tibbiyot tomonlama nimaga harakat qilamiz? Ya'ni suyak yemirilish protsessini sekinlashtirishga harakat qilamiz. Sekinlashtirishga davolash u yoqda tursin. Lekin kerak bo'lsa suyak yemirilishini to'xtatuvchi ukol dorini o'zi yo'q dunyo bo'yicha. Hali kashf qilinmagan, lekin bizanikilar osmondan olib kashf qilib yotibdi boru. Bunaqa moshenniklarga ishonmanglar, iltimos sizlardan.